qizil ikkita, ko'k ikkita. Siz ham bolajoningiz bilan sonlar va ranglarni o'rgatishda qiynalyapsizmi? Biz bilan ranglar va sonlarni rivojlantiramiz. Birinchi mashqimiz. Bu mashq orqali bolajonlaringizni ham nafasini va ham ko'z koordinatsiyasini rivojlantiramiz. Ikkinchi o'yinimiz. 1 yashil, 1 2 ko'k, 1 2 3 olov rang. Bu bilan bolajonlarimizni ham rang, ham sonlarni o'rgatamiz. Uchinchi o'yinimiz. Manga olovni och. Voy, olov qopqog'ining ichidan 4 ta ko'k pompon chiqdi. Manga qizilni och. Voy, qizil qopqog'ining ichidan bitta sariq pompon chiqdi. Bu o'yinimiz orqali ham bolajonlarga shaklni, ham sonlarni va bog'langan nutqini rivojlantiramiz. To'rtinchi o'yinimiz. Bunga shar va mana bunaqa yelim idishlarimiz kerak bo'ladi. Mana bunday holatda idishlarimiz tayyor bo'ladi. Qizil, sariq, yashil. Bu o'yinimiz orqali bolajonlarimizda ham mayda motorikamizni rivojlantiramiz, hamda ranglarimizni rivojlantiramiz. Natijalarni onajonlarimiz albatta biz bilan kommentariyada bo'lishing va bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha